Boylarning uyiga nimaga yaqinlashmayın deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Boylarning uyiga yaqinlashmayın, zero o'tda fitna bor. Nimaga? Borasizda, deysiz. Men nimaga unaqa yashamayman? Men nimaga endi bunga munosib emasman? Alloh nimaga menga bermayapti deysiz. Fitnami? Lekin agarda boshqa odamni solishtirmasangiz, boshqa uydagi muhitni ko'rmasangiz, nima qilasiz? Shukr qilib yashaysizmi? Hozir ayni damda zo'r gostinitsaga bormasdan, oddiy gostinitsaga borib yashaysiz, o'shanga ko'nikasizmi? Odamzod boriga shukr qilib yashashni o'rganish kerak. Zero boradigan joyimiz uzoq bo'lsa, go'rko hurmatingizni qilsa 2 metr qilib ko'vlaveradi. Agarda uni ham iloji bo'lmasa, oyog'ingizni qiyshaytirib tiqib qo'yishadi. Bo'ldi. Oxiratingizda ana o'sha yerda savol javob boshlanganda katta imoratlar qurgansiz-ku. Uyingizda kerak emas narsalar olib qo'ygansiz-ku. O'shani hisobidan zakot bermagansiz-ku, hammasi uchun javob berasiz. Mana masjiddagi hozir agarda o'liklarni tirilsa bor-ku, bittagina dardi bor. Agarda Alloh menga jon bersa, men yashashni ibodat qilish ko'rsatib qo'yardim deydi. Nimaga endi aynan o'sha kun kelish kerak bizning pejamimizdagi? Nimaga ikkita farishta kelib, oxiri savol javob qilganda biza ko'zimiz ochilishi kerak? Hali ham kech emas. Qabrlarni nimaga ziyorat qilamiz? Nimaga qabristonga boramiz? Bizning oxirgi yakunimiz shu. Yana bittagina orzusi amallarini hech bo'lmasa orqalab olib borish. Ertaga qiyomat kuni o'sha amallaringiz sizga yordam beradi. To'g'ri, shayton yo'ldan uradi, boshida yo'ldan uradi. Qolganini o'zingiz qilasiz nafsingiz bilan. Ana o'sha paytda o'zingizni yig'ishtirib olsangiz, inshaalloh jannatdasiz. Yana nima kerak? Maqsadimiz ham shumi? Tavba qilgani kelganmizmi? Astoydil tavba qilaylik, inshaalloh Alloh kechiradi. Alloh nima degan? Shirkdan boshqa hamma gunohlarni kechiraman bandamni. Shirk qilmang, Allohni boshqasiga sherik qilmang, inshaalloh jannat sizga muborak bo'lsin.